Assalomu alaykum do'stlar. Endi siz Rossiyadan qiynalib ish oqtarib o'tirmasangiz ham bo'laveradi. Meni kanalimga o'tib podpisatsiya qilib qo'ysalaring, laykni bossalaring, har bitta videomga обязательно o'tib kommentariy yozib qo'ysalaring, shunisi yetarli, chunki sizning ishingizni endi men qilaman, sizlarga ish topib beraman. Akalar opalar, konkretniy ishonarli joylardan ishlarni topib beraman. Dokument qilib beradigan ishlarni topib beraman. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimga faqat podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblastda joylashgan, smenasiga 3700 rubldan yoziladi. 11 soat ish, yotoq joyi, registratsiyasi, ishxonaga borib kelishi besplatniy. Agarki siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelgan bo'lsangiz, dokumentlaringizga yordam beradi. Yo granitsaga chiqib kelgan bo'lsangiz, тоже dokumentlaringizga yordam beradi. Под Moskva dokumentingiz bormi? Bemalol kelib, ofitsialniy ishga kirib ishlasangiz bo'ladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Undan tashqari nimalari besplatniy, yotoq joyi, registratsiyasi bu besplatniy. Nima ish qilinadi deb so'raysizlarmi? Video davomida qo'yib o'taman ishini.